Grand Cinema представляет. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Barchangizni mana shunday chiroyli koshonalarda, go'zal to'yxonalarda xush ko'rdik. Maqsadimizni, Gulposhonamizni bugungi tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Shaxsiy tantanalari, shukrona kunlari muborak bo'lsin. O'g'il qizlarning rohatlarini ko'rib, nabiralarni kamolidan bahramand bo'lib, ularni ham to'ylarda bosh bo'lishlik mana shu oila sohiblariga nasib qilsin. Yana bir bora maqsadimizni bugungi tantana bilan tabriklaymiz. Barcha mehmonlarga maqsadimiz Gulposhonamiz oila a'zolar, mana shu xonadonni qadrli insonlar nomlaridan xush kelibsizlar deymiz. Xonadon sohiblarini ko'ngildan yozgan to'kin dasturxonlari sizlarga muntazir. Yoqimli ishtaha tilaymiz, yoqimli xordiq tilaymiz. Har bir fayzli xonadonlar chiroyli to'yxona bo'lsin. Bugungi tantanalar, yubiley tantanalar mana shu oila sohiblariga yana bir bora muborak bo'lsin. Davramizda bugungi to'yimizning mezbon san'atkori, lirik go'zal qo'shiqlarning mohir ijrochisi Zohidjon Nurmetov go'zal taronalarni ustozlar yo'lidan taqdim qiladi. Yana bir bora yoqimli xordiq tilaymiz, yoqimli ishtaha tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mubarak to'y muborak,
mübarek, mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadiyan gündür, yaxşı günler mübarek. Bugün şadiyan gündür, toylarınız mübarek. Bugün şadiyan gündür, toylarınız mübarek. Ömür öter bo'ladi. Iltimos qilganim. Ömür öter, vaqt öter, xonlar öter, taxt öter. Ömür öter, vaqt öter, xonlar öter, taxt öter. Omad öter, baxt öter, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring, olim so'rashlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring, sening kulishlaring. Baharda bog'da güzel, qor yog'sa tog'da güzel. Baharda bog'da güzel, qor yog'sa tog'da güzel. Bu yoshlik chog'da güzel, lekin hech qachon chiqmas yodimdan so'zsiz qarashlaring, olim so'rashlaring, olim so'rashlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan o'shal kulishlaring, olim so'rashlaring, olim so'rashlaring.
yadımdan. Senin yürüyüşlerin, senin gülüşlerin, senin gülüşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Uşel gülüşlerin, ağlım soraşların, ağlım soraşların. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sözsüz karışların, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sözsüz karışların, ağlım soraşların, ağlım soraşların, ağlım soraşların, ağlım soraşların. Kızlar içinde dilber
gülşenide ey kadri zeba yaraştınız. Görmek yüzünüz erdi temanna yaraştınız. Tilayım gülşende yangi baharım özünüz. Maksadım bağlarda alma narım özünüz. Bir bulab altı vafa bağını seyreyleyelim. Terimdi mülkine canım kebi yarım özünüz vay vay. Kurbanın bulayda elinle şeva göz. Bir bulab altı vafa bağını seyreyleyelim. Tenemni mülkine alıp kebi yarım özünüze. Gülşenide ey kadri zeba yaraştınız. Görmek yüzünüz erdi temanna yaraştınız. Görmek yüzünüz erdi temanna yaraşıpsınız. Düşeceğim taze gülüm yar istem üzgüneniz. Düşeceğim taze gülüm yar istem üzgüneniz. Birliğe birleşirin kıldı xumar gözgüneniz. Birliğe birleşirin kıldı xumar gözgüneniz. Vay gele leylim leylim sola boylum boylum. Gele halim gele de açılın gülüm gele de vay. Aman ey can, aman ey eline. Gele leylim leylim sola boylum boylum. Gele halim gele de açılın gülüm gele de. Rahmat san'atkorlarga qo'shillar uchun tashakkur. Yaxshi niyatlar ila yozdik dasturxon, elga to'y bermoqligini ayladik havas. Bizlarni qutlab kelgan mehmonlar oilamizning bugungi quvonchli kuniga quvonch qo'shsalar bas. Mana shu oila sohiblari bugun o'zlarini qutlug' sanalari, quvonchli tantanalarni el yurt bilan baham ko'rmoqda. Bu yoqlarga ham sal e'tibor beraverasiz Ravshanbek. Maqsadimiz ko'p yillar mana davlat tashkilotlarida o'z ish faoliyatlarini olib borgan. Bugungi kunda mana shu kasblar maktabida mehnat qilib kelmoqda. Avvalgi mana agro biznes kasblar kolleji xodimlari davraga taklif qilamiz. Maqsadimizni barcha kasbdoshlarini yubiley tantana bilan tabriklaymiz. Ollariga hamkasblar keling. Kasbdoshlar muborak bo'lsin. Mana shu qutlug' yoshlarga hammani yetkazsin. Maqsadimizni o'zlarini ham davraga taklif qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli yubiley qatnashchilari. Mana bugun kasbdoshimiz Maqsad akamiz 60 yoshga to'layotgan ekan. Xudoyim shu 60 yoshini tabriklaymiz. Kollektivning oldida bola chaqasining atiqlarining oldida sog' salomat yuraversin. Shu endigi navbat Xudo qalasa Qadamboyning to'yida ham shu kollektiv bilan og'ayn tug'an bilan o'tirmoq nasib etsin. Maqsad aka yana bir marta tabriklaymiz sulonlarni. Assalomu alaykum hurmatli bugungi yubiley qatnashchilari. Maqsad aka 60 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Xudoyim 60 bilan olishib 70 da yetaklashib 80 da sankirda 90 da to'nqillab 100 ga chiqqaysan. Ana shu o'stirayotgan farzandlaring, nevaralarining qizig'ini ko'rmak nasib etsin.
hamisha yaxshi kunda to'ylarda ko'rishmak nasib etsin. Mahsaka 60 yillik yubileylar muborak bo'lsin. Checha bilan teng qartoshib shu farzandlarni qizig'ini ko'rib yurmak nasib etaversin. Yana bir bor shu yubileylar muborak bo'lsin. Mahsaka shu tabriklaymiz yubileylar bilan shu 100 ga kirmak nasib etaversin. Yana marta tabriklaymiz. Assalomu alaykum, davra qatnashchilari. Maqsad aka, tabriklaymiz. Yuzlarga chiqing, checha bilan teng qartosh. Aql sog'liq suyib hamisha yaxshi kunlarni bo'lsin. Taqallansa barakat bersin. Kasaba ishma qo'mitasi tomonidan sizga ozgina sovg'amiz bor. Qabul qilasiz. Mana bugun Maqsad aka tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Doim teng qartayishib, ukamlarning qiziqlarini tengina ko'rib yuravergaysiz. Baxt kunlaridan teribsiz Dastagul. Maqsad aka tug'ilgan kuning qutlumarak bo'lsin. Biz ozgina padarkimiz bor, shuni berishga ruxsat bergaysiz. Assalomu alaykum kecha qatnashchilar. Mana bugun qurdoshimiz ham tug'ilgan kun, ham yubiley 60 ga kirayotgan ekan. Qadaming qutlug' bo'lsin. 60 ga, 70 ga, 80 ga, 90 ga, 100 ga oxirinda Xudoyning bergan yoshi bilan yashab, qulpash bilan teng qartayishib, bola chaqaning oldida sog' bo'lib, kelin aqq bari o'ynab kulib yuravergaysizlar. Assalomu alaykum. Meni Maqsad aka yubiley yoshlarimiz. Shu yubileylarimiz bilan tabriklayman, qutlug' bo'lsin. Qulpash shapa bilan teng qartashqaysiz. Yana bir bor tabriklayman. Assalomu alaykum Maqsad aka, Qulpash shapa qutlug' bo'lsin tug'ilgan kunlaringiz. Doim bolalaringizning qiziqlarini Qulpash shapa bilan tengdek ko'rib, so'raxatdan baxtli kunlarni birga ko'rib yuraveru nasib etsin. Maqsad aka 60 yillik yubileyingiz qutlug' bo'lsin. Qulpash shapam bilan teng qartashib, bolalaringizning oldida sog' bo'ling. Baxt tilayman. Maqsad aka tabriklayman yubileyingiz bilan. Qulpash shapa bilan teng qartashib, ahvolingizni rohatini ko'rib yuravering. Alo. Maqsad jo'raqala yaxshimisan, amasa o'lsan. 60 yillik yubileylar muborak bo'lsin. 100 ga chiqqaysan. Shu muna kelin bilan boshqasi emas, shu kelin bilan teng qartashqaysan. Bolalarning oldida sog' salomat o'ynab kulib yurgaysan. To'ylarda kelgaymiz. Endi hozirroq hazillashing kiraverdikmi? Maqsad so'rab yubiley yoshlarni qutlumarak bo'lsin. 100 yoshga chiqqan vaqtida o'tirib quvonib qarasirmoq nasib etaversin. Kelin bilan teng qartashib, bolalarning oldida sog' salomat yurgaysan, o'ynab kulib. Qadamboyning to'ylarida o'tirmoq nasib etsin. Rahmat. Maqsad aka yubiley yoshlaringiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, Xudo bergan yoshda yashang. Checham bilan teng qartashib, shu bog'larning yaxshi kunlarini ko'rib yurmak nasib etsin. Checha sizdan tabriklaymiz yubiley yoshlarni. Zavqozva tabriklaymiz. Checha bilan teng qartashib, Xudoning bergan yoshini yashab, shu o'ynab kulib yuraman. Yaxshi. Maqsad aka bugun tug'ilgan kuningiz yubileyingizni ekan tabriklaymiz. Aqllarni sog'liqni, baxtini sog' bo'lib, shunday 60 yoshdan o'tib, 70 yoshdan ham keyin o'tib, 100 yoshdan ham yoshdan o'tib keting, yosh keyindan yeta olmay yursin. Maqsad aka tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlarini 60 yilligini tabriklaymiz. Rahmat. Sovg'alarni Maqsadga qabul qilasiz. Bo'ldi. Arzular sovg'a bor edi, kollektiv ayollar ortidan arzular. Az bo'lsa-da, soz bo'lsa-da, ko'p ko'rsang ham arzuma sovg'amiz. Ayollar nomidan sovg'alarni avval qabul qilib oling mana. Rahmat. Keyin mana kasbdoshlari yana sovg'alari bor. Zo'r. Rahmat. Zo'r. Sog' bo'ling. Maqsadga tabriklaymiz. Mana hurmat, e'tibor, e'zoz uchun kasbdoshlarga alohida tashakkurlar.
Endi o'rtaga keling maqsadga. Bu yoqda ham mana sovg'alar va bu sarpalarni ham qabul qilamiz. Marhamat, allilarga. Qarsaylar bo'lib tursin. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Umumbek ikki og'iz tabriklab olinglar. Maqsadga tabriklaymiz. Yaşınızga yaş boşlar bo'lsin. Checham bilan teng qatnashib, ishlaringizga omad. Rahmat. Endi o'tirmaymiz ha kasbdoshlar. Endi bu yoqqa o'yin bo'ladi. Mana sinfdoshlarini, qarindoshlarini, mehmonlarni, hamkasblarni o'yin davriga taklif qilamiz. Xorazmcha qo'shiqlar bilan davrani boshlaymiz. O'ynab ko'ramiz kasbdoshlar uchun. O'shanbay. Adetlerim kurmalay Hasanlarım aytıp hem kaytasan Yar seni yar seni Hem aytıp hem kaytasan Yar seni yar seni Her seni yar seni Yar seni yar seni Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Yar seni yar seni Yar seni yar seni Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Ursan ucarsan tacay Aytışasan değmedey Ursan ucarsan tacay Aytışasan değmedey Taştan dişbet ver eysen Her seni yar her seni Taştan dişbet ver eysen Her seni yar her seni Her seni her seni Yar seni yar seni Bilersen özge biri Men kebi silmez seni Yar seni yar seni Yar seni yar seni Bilersen özge biri Men kebi silmez seni Bu sefer bağrımdırıp Kara durasan gülüm Bu sefer bağrımdırıp Kara durasan gülüm Gel yok sana iş kılıp Her seni yar her seni Gel yok sana iş kılıp Her seni yar her seni Her seni her seni Yar seni yar seni Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Her seni her seni Yar seni yar seni Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Sevgidim yaman eken Biledi baştan ötken Sevgidim yaman eken Biledi baştan ötken Yer geçti tamam etken Yar seni yar her seni Yer geçti tamam etken Yar seni yar her seni Yar seni, yar seni, yar seni, yar seni. Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Yar seni, yar seni, yar seni, yar yar seni. Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Her seni, her seni Yar seni, yar seni Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Her seni, her seni Yar seni, yar seni Bilersen özge biri Men kebi sevmez seni Kamu qarindoshlarni, ammajonlarni, xolajonlar, opalarni, mehmonlarni davraga taklif qilamiz. Onajonlarimiz uchun marhamat. Xorazmcha qo'shiqlar bo'ladi. Elif ete bir arasın Men şu gün renanı gördüm Arzu edip anım veslim Men şu gün renanı gördüm Kaşları karanı gördüm Gördüm neni gördüm dağday Men şu gün renanı gördüm
Kaşları karanı gördüm. Gördüm nəni gördüm da değmen şu günlərin anı gördüm. Kaşları karanı gördüm. Derdi dilim edin, sevgen gülüm edin. Seni kime mudam dedin, mudamlarım yadımda. Derdi dilim edin, sevgen gülüm edin. Seni kime mudam dedin, mudamlarım yadımda. Mudamlarım yadımda. Karşıya işme bilen yanıma Kipriklerden bedemdeşler kadar canıma Geldi kalan karşıya işme bilen yanıma Kipriklerden bedemdeşler kadar canıma Hicranı da örtegen mi sizin iş Ne küylere solması git kızını iş Hicranı da örtegen mi sizin iş Ne küylere salması git kızını iş Hiçbir aşık sevgisiga okşamaz Sadakatli saadetli bizni iş Hiçbir aşık sevgisiga okşamaz Saadetli sadakatli bizni iş Oynab gülüp muhabbetli o'tida İkkimizning yang'inimiz boshqacha Ishq o'ynashib lablarimiz bog'lidim Xumar qonganimiz boshqacha Oynab gülüp muhabbetli o'tida İkkimizning yang'inimiz boshqacha Ishq o'ynashib lablarimiz bog'lidim Xumar qonganimiz boshqacha Xuruj qilib ayladi, tashna qilib qonima Yoki istam ko'rgazib azob qilib jonima Yomg'ir va desavir ramayla holima Rafqani to'smaydi qadam bosib yonima Kimni sever yarsan söyleme eri Ma bir bak bak, ma bir bak bak Ma bir bak bak bak, ma bir bak bak Iş tarzımda endi seni izlep yürürmem Hayalimden bir uçman özünü bilermem Kamil muradım var diye ben özümden dilermem Divana meşrefingmen şutuna yanarmam Pervaneday bottan sizni ayırsa bunlar Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel beri hey, kara göz gel beri Ala göz boy boya boy, kara göz boy boy Ala göz gel beri hey, kara göz gel beri Salgım alıp gönlüm gitti dida Sen deyip çık yarın dida Salgım alıp gönlüm gitti dida Sen deyip çık yarın dida Onca Şavgı dilin var min Şavgı dilin yar min Şirin dilin var min Her günler örmezem yok kararım Gözlerim yolunda artık yar bağrım Bir bulay cennetin yarım Aşık olyan geley gunca Gunca Şavgı dilin var min Şirin dilin var min
Senin menen suretke düşküm kelip Janımdağı dostlarımda körüp koysun İşkim kelip sen menen çay işkim kelip Hey kollarından bir kese çay işkim kelip Senin menen suretke düşküm kelip Janımdağı dostlarımda körüp koysun İşkim kelip sen menen çay işkim kelip Sağınaman men gözlerimde Sağınaman men sözlerimde Unutmadım canım, unutmadım 90'ınшы yıllardağı suretimde Aşağıdayıma Sharif akamizning do'stlari uchun bo'ladi. Sharif akamiz do'stlardan. Yazan mening manglayıma Jaslig'ingda kim to'kilgan tanglayına Qalin malga 50 milyon pul so'ratdim Uydagilar qaramayma жағдайыma Senday qizni yazan mening manglayıma Jaslig'ingda kim to'kilgan tanglayına Qalin malga 50 milyon pul so'ratdim Uydagilar qaramayma жағдайыma Onajonlarimiz uchun Xorazmcha qo'shiqlar bo'ladi. Norgul momomiz uchun marhamat. Maqsad akamizni tug'ishganlari uchun. Hey, yashang. Sen bir yon, men bir yon. Shukurjon opa bir yon. Yashang, yashang. Sen bir yana, men bir yan Hazar üskürlen bir yan Sen bir yana, men bir yan Hazar üskürlen bir yan Cemi kızla bir yanda Cemi kızla bir yanda Sendin gül beden bir yan Sendin gül beden bir yan Sen bir yan
Ey men bir yan, men bir yan, sen bir yan, sen bir yan. Ey men bir yan. Ey ahey ahey ahey. Salim. Ha. Aşıkları her yanda, deryadan var yanda. Aşıkları her yanda, deryadan var yanda. Nefesim olacağım, nefesim olacağım. Hayalın mı tavanda, hayalın mı tavanda. Sen bir yan, sen bir yan, men bir yan, men bir yan. Sen bir yan, ey men bir yan. Ey yaşayın yaşayın yaşayın. Ha. Ahey ahey. Vah 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 vah. Ahey. Kızıl giylekin rengi yüreğimde kanı değil. Kanı değil, kanı değil. Bir yere sen sallanıp periyle sultanı değil. Sultanı değil. Kızıl giylekin rengi yüreğimde kanı değil. Stop. Ha Dilşatli. Otur. Gepli sen gelip gepe, cübbe giydirip gepe. Reşin yanıp durmam o karabba solu çepe. Gepli sen gelip depe, cübbe giydirip gepe. Reşin yanıp durmam o karabba solu çepe. Reşin yanıp durmam o karabba solu çepe. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel bana, kara göz gel bana. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel bari, kara göz gel bari. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Devam ettiremiz canım marhamat. Hani sırada koşulan marhamat. Kaldım kaldım hayran, Mekker candan hayyara. Turan kulan güzelim, şabıskan sen jayrana. Aşıklar köp aylangan, yoluktun sen kaylardan. Karay koysan kayyarman, karamazsan hayranman. Aşıklar köp aylangan, yoluktun sen kaylardan. Karay koysan kayyarman, karamazsan hayranman. Durdum kaldım hayranım, Mekker candan hayyara. Turan kulan güzelim, şabıskan sen jayrana. Durdum kaldım hayranım, Mekker candan hayyara. Turan kulan güzelim, şabıskan sen jayrana. Tavus kuzday tuğlangan, yalışıp siz baylangan. Hayran hayran hayranım, şilde şiz
Seni özledim Kışınızda kara var Tümde gezgenim Arsılma Bozalım sen Megini gezip ben Var aralar Seni şaralar Özlem sürdüm ben seni Şara şaralar Şöyle şaralar Gitmem taslap sen beni Seninle şöyle derim Kabanımdan tozlarını Tura dersin Gittimin min Çek şorum boşurladı Hani sensiz sevinirdim Çürüm dolmadı Özlerimde şöyle derim Kabanımdan tozlarını Tura dersin Gittimin min Çek şorum boşurladı Aralar Seni şaralar Özlem sürdüm ben seni Şara şaralar Şöyle şaralar Gitmem taslap sen beni Kama aralar Yılda aralar Kavup yedim ben seni Aralar Seni şaralar Özlem sürdüm ben seni Şara şaralar Şöyle şaralar Gitmem taslap sen beni Kama aralar Yılda aralar Kavup yedim ben seni Seni şaralar Özlem sürdüm ben seni Şara şaralar Şöyle şaralar Gitmem taslap sen beni Kama aralar Yılda aralar Kavup yedim ben seni Aralar Seni şaralar Özlem sürdüm ben seni Şara şaralar Şöyle şaralar Gitmem taslap sen beni Kama aralar Yılda aralar Kavup yedim ben seni Let's go! Ey rahmat, davramiz so'ldirib qo'yganingizda sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayoliga ozgina dam berib olasizlar. Davrada chiroyli tilaklar bo'ladi, tabriklar bo'ladi. Keyin albatta yana kuy qo'shiqlar davom qiladi. Xudoyim shu yoshda yine uzun bersin. Bergan yollayim. Mahsura tabriklayman, qutlug' bo'laversin 60 yoshing. Mana shu qurdosh bilan teng qartashib, ortiq bolalarning oldida sog' salomat yuravergasan. Tabriklayman uni. O'rtaga so'ra. Başlık to'lg'in kuning qutlu muborak bo'lsin. Kamera qarab aytaver keyin ko'radi. Nuga kelbeding? Bo'pti. Jo'ra tabriklayman. Umr yoshing uzoq bo'lg'ay. Bola chaqangda sog' bo'l. Bola chaqang avvalda sog' bo'lsin. Ha? Xudoyim 400 ga chiqaysan da. Qayerdan bilaman shu yerda? Bu yerda bari V-klasslarda bu, V-klass. Bilmas klassga sen. Ay, V-klass. V-klass sog' bo'lsin hamma vaqt. Klasskom qizimizdan bir narsa aytsin. She'r aytaymi? Ayt. O'span ışık aydın yüzü cımıldaydı. Samal jermen akkayındır kımıldaydı. Seni kütüp jörmünün sen ölü yoksun. Sen de bir gün gelirsin menin jandısın. Rahmet. Assalomu alaykum. Bugungi shu 60 yillik yubileyning barcha qatnashchilari. Bugun mana qo'shnim, bolaligimizning eng sevimli damlari o'tgan do'stim, 10 yil birga maktabga qatnab o'tgan sinfdoshimning bugun 60 yoshga chiqatirgan ekan. Shu 60 yoshing qutlug' bo'lsin. Xudoyim ko'pasha bilan birga farzandlaring, kelinlar, nevaralar hammasining rohatini ko'rib, 100 yoshga chiqqanda ham shu sinfdoshlarning hammasi sinf hamma shu yerda qatnashib o'tirish nasib etsin. Yuzlarga chiq do'stim. Jahonning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. To'lar g'am g'ussaga, dilning qazasi, qadrdon do'stlardan judo bo'lgan kun deydi. Hech kim bir-biridan judo bo'lmay shu 65larning hammasi sog' salomat yuzga chiqaversin. Assalomu alaykum qatnashchilar. Mana bugun Maqsud tug'ilgan kuning qutlu bo'lsin. Gulposhsha bilan teng qartayib, ulug' qizingning rohatini ko'rib, aqtiq chovliqlarga belanib yuravergaysan. Yana shu yoshning 120 yosh bergay Xudoyim. 60 yil yubiley qutlu bo'lsin. Qurdosh Gulposh bilan teng qartayib, ulug' qizingning rohatlarini, qiziqlarini ko'rib yuraver. Hech yomonlik ko'rma. Mana klassdoshlarimizning hech narsa uzilmasin.
Atarımız kelmeymiz. Maqsud dostum, to'lgan kuning qutlu bo'lsin. Gulposhsha bilan Xudoyim shu farzandlarining rohatini ko'rib yurmak nasib etsin. Hammamizda shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Yetganlarda 70 yoshlik yubileylar 80, 90, 100larda ham shunday o'tirishmoq nasib etsin. Hamma sinfdoshlardan qatnasha olmaganlar nomidan tabriklayman. Xudoyim 100 yasha, sog' bo'l asosiysi. Maqsad uzoq yosh, sog'lik, salomatlik. Qurdosh bilan teng qartashib jiraveringlar. Maqsadga tabriklayman do'stim. Xudoyim 100 yasha. Shu qurdosh bilan qo'sha qaltayib shu 100ga chiqqanda da shu mana davra bilan qo'shilib shu niyat qilgaymiz. Ko'p yashaylik. Maqsad aka bugungi tug'ilgan kuningiz qutlu bo'lsin. Gulposhsha chiqqan bilan teng qartashib shu balalarning elinde sog' bo'ling. Aqtiq, chog'liq, cho'liqlarni suyib, biratlarini, qiziqlarini ko'rib jiraverasiz. Xudoyim shu 120 yoshlarga chiqqanda da hammamiz og'iz burchakda shunday deb vaqt qo'shliqda o'tiraveramiz. Hamisha sog'liq bo'lg'ay, to'y bo'lg'ay, qutlu bo'lg'ay yubileylarimiz. Maqsad 60 yıllıqın mübarək olsun. Xudoyim Gulposhsha bilan teng qartashib, ullaringning qizlarining rətlərini, aqtiqlarning rətlərini ko'rib, qiziqlarini ko'rib yurish nasib etaversin. Xudoyim 100 yoshlarga chiqqaningda da butun davratda olib shuytib tabriklab o'tirishlar nasib etsin. Sog' bo'ling. She'r aytdi. Hurmatli kecha qatnashchilari, hurmatli O'tarov. Tug'ilgan kunlaring bilan tabriklaymiz. 60 yosh yubileylaring bilan tabriklaymiz. Xudoyim Gulposhsha bilan teng qartayib, balalarning rohatini ko'rib, o'ynab, kulib jiravergaysizlar. 65larning hammasina sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bir yoqadan chiqaradi bosh. Chehrasida balqiydi quyosh. Omadi bor, to'kmaydi ko'z yosh. Havas qiling 65larga. Yernazar 64, Barur 65 dan. Salom bersa olamiz alik. Hamma joyda qilamiz mardlik. Hech bo'lmasa bo'ling bizchalik. Havas qiling 65larga. Assalomu alaykum. Aziz yigitlar, qizlar. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Mana ki Maqsudjonning tug'ilgan kuni munosabati bilan shuni jinalib bir katta rahmat Maqsud senga. Hammamizni boshimizni biriktirib shunday bir tadbir o'tkazib o'tirsan. 1000 yasha. Ne deydi? Qurdosh deyveramiz, biz noksiga uyranib ketganmiz, qurdosh deymiz-da. Shu qurdosh bilan baxtli bo'lib, o'ynab kulib, aqtiq chavliqlarning qizig'ini ko'ravergaysan, biz ham shuga sherik bo'lavergaymiz. Hamma sog' bo'l, salomat bo'l. Davramiz bundan ham keng bo'laversin. Men qo'ymayatib, men ko'p so'layjaydi. Maqsud men ko'p tilaklarim bor, buni qo'ymayatibdi. Baxtli. Baxtli deydi. Baxtli bo'ldi ya. Ko'p yashadingiz. Maqsad Gulposh bilan teng qartashib, shu aqtiq chog'liqlarini teng qartashib, baxtdan, qizlig'ini ko'rib jiraveramiz. Sog'liq bo'lsin hammaga. Shu nasib etsin, shu pensiyaga chiqmoq. Baxtli bo'lsin. Maqsadga qutlu bo'lsin 60 yoshlar. Hem jo'ram, hem sinfdoshim, hem kollegam, hem xudom. Allohim sog' bo'l, salomat bo'l. Korrupsiya. Topgan tuqqan shunday yaxshi kunga buyurg'ay. Shu bundan qartashib jiravergan aqtlarning hammasini qizig'ini ko'rib. Baxri söyledimmi? Maqsudjon, tug'ilgan kunlaring qutlu bo'lsin. 60 yoshing qutlu bo'lsin. Qurdosh bilan teng qartashib, bolalarning, qizlarning, aqtiq chog'liqlarning ratlarini ko'rib, kulib o'ynab jiraversin. Shu yoshdan yana 1-2 kun berib, bergan yoshini ham sog'lik, salomatlikda bersin. Sizga rahmat. 65larda jiyib terib, og'ayin tushqandi. Bir og'iz yerga jinab rahmat. Tavshlaringga baraka, umringga baraka. Maqsad sog' bo'ling. Qurdosh bilan teng qartashib, aqtiq chog'liq ko'rib, qiziqlarini ko'rib, Allah Teala sizlarga yosh bersin, baxt bersin, salomatlik bersin. Rahmat. Maqsad. Doğruyanda bizim bakalım. Şu kelime olmayan teng qartash, uzoq yosh ömür versin.
Gulmaz akam ne deyapti? 60, 80, 90, 100, 120 da o'tiraverik. Kelib olman. Hammasini tashlaman. Maqsad Jo'ra, yubileying qutlu muborak bo'lsin. Shu qurdosh bilan qo'sha qartashib, nasib etsa sening shu Alloh bergan yoshda yashov, uzoq umr nasib etsa shu oqliqlarning bog'larini qizig'in ko'ruv nasib etaversin Jo'ra. Baxtimizga sog' bo'l, omon bo'l. Maqsad Jo'ra, tug'ilgan kuning 60 yiling muborak bo'lsin. Mana qurdosh bilan birga shu ballarning, ullarning qiziqlarini ko'rib, Ilohim shu Xudoning bergan yoshing yashayver. She'rda hozir emas, keyinroq aytaman. Masjon, 20 yoshing qutlu bo'lsin. Gulpasha bilan teng qartayib jiyanlarning ratini ko'rib turaverjan. Maqsud 60 yoshing qutlu bo'laversin. Qurdosh bilan teng qartayishib, Xudoning bergan yoshini yashab yuravergaysan, Xudoyim. Maqsud Jo'ra 60 yillik yubileying bilan tabriklaymiz, Xudoyim. Qurdoshimiz bilan teng qartayishib, shunday qilib yaxshi kunlarda o'tiraverik. Yinagan degan yaxshi kunga bersin. Maqsad Jo'ra, yubileylar qutlu bo'lsin. Uzoq yasha. Birga qartayishinglar. Gulpashga ko'p rahmat seni shu. Bo'stirib. Amin. Yuzlarga chiqing, yuzlarda ko'rishing. Maqsad, tabriklaymiz. Uzoq yasha. Ilohim qurdosh bilan teng qartayishib, ul-qizlarning qiziqlarini ko'rib yuravergaysan. Jo'ra, tug'ilgan kun qutlu bo'lsin. Gulpash bilan teng qartayishib, bolaning yonida sog'dir. Rahmat. Yaxshi vaqt bo'l. Maqsad baxtli bo'l. Xudoyim tug'ilgan kunlaring bilan. Xudoyim 100 yoshingni nasib etaversin. Rahmat. Rahmat. Hamma 65larni, 64larni hammasini tabriklayman. Bitta rasmga tushib olamiz, marhamat. To'rga o'tamiz. Sahnaga o'tamiz. Maqsad Gulpasha ana shu bir niyat qilib, kelin-kuyov paytini eslab o'tirib oling ana shu taxtda. Yoningizda do'stlaringiz turadi. To'ydagi davrlarni eslaymiz hozir. Chiroyli bitta rasmga olib qo'yasiz. Hamma do'stlar, sinfdoshlar bilan. Bo'ldi. Sovg'alari bor, ana farzandlarni ham davraga taklif qilar ekanmiz. Hozir avval keling sovg'alarni topshirib olamiz. Qarindoshlar yig'inguga qadar. Qani Xursand aka, Qadamboy kelinglar. Qadamboy ukamizni to'ylarda ham mana shu do'stlar kelib maqsadamiz tabriklab o'tirish nasib qilsin. Sog' bo'ling. Qani Xursand aka. Hurmatli mehmonlar, Maqsad aka hozir davraga qarindoshlarni chaqirib o'tirdi, qarindoshlar. Men Maqsad aka, men sizga qarindosh emasman, sinfdosh emasman. Akada uka, lekin men sizni tutingan ukangizman. Maqsad aka, shu yerda qo'shib beruvga o'zimni imkon topdim. Maqsad aka, siz uchun yashayman. Yuragim uradi, siz aka deb uradi. Maqsad aka, hech qachon kam bo'lmang. Hech qachon kam bo'lmang. Qataringizdan kam bo'lmaysiz. Bu dunyoda yulduzda olmang. Nima ana Kobaltda yerim. Bu dunyoda ne? Bu dunyoda bir ana baxtınız bundan ham büyük olsun. Şu atanız, yeneniz bar vaqtda albirgan checham bilan ne baxtli bo'ling. Bizlarning o'zbekchilikda eng yuksak baxt shu. Birinchi nikohing bilan ne tinch totuv yashash bu baxt. Bu baxt. O'rtoqlar bu narsani o'ynab tushunmang.
oila muqaddas, oila munavvar. Akamni bugungi 60 yillik yubileyini tabriklayman. 60 emas, 160 ga chiqsin shuni. 160 ga chiqqan vaqtida men Ahmadjon mana shu yerda tabriklab turman nasib etsin men. Abam, Narg'ulapam bor, Narg'ulapa. Narg'ulapa. Men ba'vir ustam. Qasim aka ustam edi. Baringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'ling, zo'r ma'naviyat darslari mana. Qani, Xursand aka keling. Muborak bo'lsin bugungi mana tavallud tantanalar. Sog' bo'ling. Tezroq maqsadga rasmga tushing endi. Tezlashing. Ana. Zo'r. Rahmat. Maqsadga tezroq rasmga tushiramiz. Zivoba, keyin bu yoqqa yuborasiz. Gulbash va maqsadga kelasiz. Tezroq rasmga tushing iltimos. Ey rahmat. Sog' bo'ling. Keling. Gulbash va keling. Faqat farzandlarga muhayyo ersam. Bugun mana shu o'g'il qizlari, nevaralarini ardog'ida chiroyli tantanalar nishonlab turgan mana Maqsagamizga yaxshi niyatlar bor. Nevaralar nomlaridan, farzandlar nomlaridan tilaklarni eshitamiz. Muborak bo'lsin. Har doim mana ota-onani hurmat qilib, duolarini olib Xursandaga qadamboy sizlarga nasib qilsin. Yaxshi niyatlarni maqsaga o'g'lingiz nomidan Xursandagamizni qadamboy yuringlardan endi sizga yo'llab olamiz, qabul qilasiz. Ishonganim suyangan tog'im, mehnat qilib qo'li qadog'im, hammadan ham siz yaxshirog'im, sizni yaxshi ko'raman dadam. Yaxshi yomon onimda turgan, bolam deya yonimda turgan. Suhbatlari qalbga huzurim, mening faxrim, mening g'ururim. Sizni yaxshi ko'raman dadam. To'lib turar davlalar to'ri, yo'lim to'smas shaqol na bo'ri. Men uchun dada, ona, siz hammadan zo'ri. Sizni yaxshi ko'raman dada. Dadalarga bir qarsaylar bo'lib qo'ysin-a. Ana yaxshi. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. 60 yillik yubileylar bilan ularni 100ga 120 kirib chiqaring. Albatta sog' bo'ling. Dede, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Umr yashingiz uzoq bo'lsin. Shunday kunlarni ko'pini ko'rib yuravering. Baxtimizga sog' bo'ling. Dada ayi, shu tug'ilganlar o'ng bo'lsin. Uzoq umr tilayman. Ayim bilan birga shu balalarni saqlaniz, qiziqlarni tengda ko'rib uzoq umr suramiz. Dada, doim 60 yoshingiz qutlu bo'lsin. Xudoyim shu 60 yoshdan ko'pini ko'rgaysiz. Ayim bilan teng qartashib, shu hammamizning qiziqlarimizni ko'rib, baxtli, taxtli umr surib yuravergaysiz. Xudoyim 100ga chiqqansida shu hamma ag'ayin to'shqonlar bilan jinalib o'tirgaymiz. Al 100larga chiqing, tabriklayman. Dayi tabriklayman tug'ilgan kuni. Sog' bo'ling de. Sog' bo'ling, 100ga kiring. Aka, apa? Bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Aldamizda sog' bo'ling, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Aka, yeni tabriklayman. Shu bog'laringizdan, vaqtlaringizdan rohatini ko'rib yuravering. 100larga kiring. Aka, apa, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Xudoyim aldimizda sog' bo'lg'aysiz, hammamizdan qiziqlarimizni ko'rib turgaysiz. Ata, yine tabriklayman. Aldimizda sog' bo'ling. Balalarning elinde beriniz. Yubileylar şansı kutlu olsun. 100larga chiqqanda shu o'tiraveraylik. Sog' bo'ling baxtimizga. Tabriklayman de odam. Tabriklayman. Maqsadga kecha tabriklayman. Yubileylar qutlu bo'lsin. Aldimizda sog' beravering 100larga chiqib. Aka, sizga qutlu bo'lsin. Yubileylar Xudo 100 yil berar. Tek qatnashib, sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Dada, tabriklaymiz. 100ga chiqib turavering. Umr yoshingiz uzoq bo'lsin.
Şu elimizden sağ olup oynayıp kulüp жүрегің да. Sağ olun. Dede, ayı sizlarga bir kichigim padarkimiz var. Az bo'lsa da ko'p deb ko'rasiz, hamma bolalarning atidan. Rahmat, sovg'alarni qabul qilasiz, marhamat. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Har doim ana shunday chiroyli kunlarda farzandlarini, nevaralarini baxtli kunlarga bosh bo'lib yuring. Sovg'alarni qabul qilasiz. Qarsanglar bo'lib tursin, ha? Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Zo'r. Bo'ldi, hozir mana kattalarga o'tamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Os. Qana. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kecha qatnashchilar. Hammangizga salom. Aka! Kecha Maslaga şu bugungi 60 yillik yubiley bilan tabriklaymiz. Şu Xudoning bergan yashini yashab, atamizning oldida atamiz deb bo'lib, akamiz deb bo'lib, sog' bo'lib oldimizda yuravergaysiz. Chechan bilan teng qartashib. Şu hamma aytibdir, endigi şu Qadamboyning to'ylarida şu bizi to'ylarga o'ylanib Qadamboyning to'ylaridan o'tiraverik. Xudoyim sog' bo'ling oldimizda. Kecha aka. Assalomu alaykum, aka chicha. Bugungi 60 yillik yubiley to'ylaringiz bilan tabriklayman. Oilamiz nomidan, aka, singil, ukalarim nomidan, hammasi nomidan hamma tabriklab qo'yaman. Xudoyim yuzlarga chiqib, oldimizda sog' yurgaysiz, baxtimizga. Undan ham oshqaysiz. Baxtli davlatda bo'lib, chicham bilan shu teng qartayib yuravering. Ukamlarning to'ylarini, qiziqlarini ko'rib nasib etgay. Baxtli bo'linglar. Mana sovg'alarni qabul qilasiz. Chapan kiydim deb qartaydim deb turmang, chapan bor. Yashang, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Ko'z tegmasin. Yana bizning momomda aktiv qolmasin bular. Qani keling, ana. Zo'r. Tabriklaymiz. Qag'ani yo'qmi? Hurmatli meni yubiley qatnashchilari, meni bugun bizning G'otarovlar oilasida eng katta ukam Maqsidjon G'otarov 60 yoshga chiqyapti. Tabriklayman 60 yoshim bilan. Xudoyim Alloh taolamdan tilayman shu ukama. Xudoyim 60 yoshdan 2-3 ko'rmaklar nasib etgay. Gulposhsha bilan teng qartayishib, mana o'stirayotgan uli qizining aqtiq chog'liqlarini rohatini ko'rib, o'ynab kulib, jetalashib yuraversin deyman. Alloh taoladan mahkam din sog'liq tilayman, sabr toqat tilayman, kuch-quvvat tilayman ukama. Ukajon, oldimizda Xudoyim qaratavimiz deb bo'lib, Xudoyim tiklanib, umringizcha o'lganimizcha bizlar jetalab turgaysan Xudoyim. Oldimda qaratavim bo'lib turgaysan. Alloh taolaning bergan yoshini yashab, şu Gulposhsha bilan teng qartashib, o'ynab kulib yuravergaysan uka. Tabriklayman. Rahmat aypa. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi. Maqsid ukamniki 60 yillik yoshing qutlu bo'lsin. Xudoyim shunday 60 yoshlardan 4 ko'rgaysan. Kelinlaringning aqtiqlaringdan chog'liqlar, qo'lqlar jiygaysan Xudoyim. Sog' bo'lib, salomat bo'lib, bag'alaringning oldida beling bugilmagay. Hamma vaqt sog'liqda Xudoyim yuravergaysan shu. Bizlarning oldimizda. Tabriklayman uka. Uka, Gulposhsha. Yoshlaring qutlu bo'lsin uka. Xudoyim Gulposhsha bilan teng qartashib yuravergaysan, balalaring aqtiqlaring, chog'liqlaring rohatini ko'rgaysan. Shu kelolmay qolgan jiyanlaring nomidan, oilamning atidan, hammamizning nomimizdan tabriklayman uka. Bir ozgina she'rim bor aytib berag'ayin sana.
Bismillah deb qo'lim ochdim duoga. İnşallah sözüm yetsin Xudoga. Men uchun yaralgansan bu dunyoda. Ukajonim, o'zingni asragin Allah. Ukajonim, senga tilagim, so'rab ko'rmagin g'am tashvish. Menga keraksan bu dunyoda, qiyomatlik jigarim ukam. Ko'zlaringdan oqmasin yoshing, bandasiga egmagin boshing. O'zim elkadosh, o'zim yondoshing, qiyomatlik jigarim ukam. Sajdada so'rayman takror va takror, aka ukalarimni, opa singillarimni qo'llasin Alloh. Uka uzoq umr ko'rgaysan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz. Maqsidjon, Gulpashsha tabriklayman. Shu 60 yoshlardan yana 60'ını ko'rib, teng qartayishib, shu o'stirayotgan mana ul-qizlarimni, ukalarimni rohatlarini ko'rib, shu ulkan uyda ulkan bo'lib, pashchi bo'lib, sog' salomat o'ynab kulib juravergaysizlar, Xudoyim. Alloh taolo uzoq yosh, uzoq umr bersin. Umringizning so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u alam izlasada uyingizni topmasin. Ostonadan hatlab o'tsin mehr ila muhabbat. Sizlarga hamisha hamroh bo'lsin. Sog'lik, tinchlik, baxt, omad. Murod aka, Gulor opa. Davriga taklif qilamiz. Marhamat, Gulor onajon keling. Murod akamizni tashqarida bo'lsa chaqirib yuboradilar. Muborak bo'lsin to'ylar, tabriklab qo'yasizlar. Endi hozir mana onaxonlar iltimos qildim. Murod aka keling. Tavallud tantanlar hamma qarindoshiga muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Murod aka. Marhamat. Maqsad. Böyle ukamiz maqsad. 60 yaşı kutlu olsun. Tuğan günler. Bari mübarek olsun. Katta yigit bu. Yine bir pensiya yaşına yetken ekan. Yine bir 60 yıl pensiya yaşlarga alıp nasip kılaversin pensiyani. Sağ olun, salamat olun. Ballarda kızlarını koyup bizler hep şunu arada gürevergemiz. Allah sağ olun. Maqsid, Gulpashsha, şu 60 yaşlarınız kutlu olsun. Şu hamma vaqt sağ salamat bo'lib, balalarning qiziqlarini ko'rib, ag'ay tug'anlarning qiziqlarini ko'rib, juravergaysizlar, yoshlaringizga yosh qo'shilsin. Ag'ay tug'an sog' bo'lsin. Shunday yubileylar, to'ylar davom etaversin. Sog'lik tilaymiz, baxtli bo'linglar. Qo'shiq aytaylikmi? Endigidan yodlab kelamiz endi. Gulpashsha Maqsid uka şu 60 yaş yubileying bilan tabriklayman. Gulpashsha bilan teng qartayib şu 60 yilning yana iki baharini ko'rgaysiz 60-60'da. Eldimizda sog' salomat jirgaysiz, bag'alaringizning qizig'ini ko'rib, bizlarning eldimizda ham sog' bo'lgaysiz, Xudoyim. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun ukamiz Maqsad bilan Gulpashshaning 60 yillik yubileyi ekan, yubileylar bilan qutlamak etaman. Neki orzu umidlaringiz bo'lsa ro'yobga chiqsin. Mana shu qarindosh tug'anlarni ko'ngilga yaqin eng insonlar bilan doimo yaxshi kunda o'tirish nasib qilsin. Balalaringizning rohatini ko'ring. Eng yaxshi kunlarda uchrashmak hamma xudo-xudoylarim bilan nasib etsin. Iloyim yaxshi kunlarda uchrashdik. Nevara, chevara to'ylarda ham uchrashish nasib qilay. Hammangizni mana shu ulug' ayyom bilan tabriklayman. Hammangizning ham uylaringizga shana bunday qutlug' kunlarda borishni Allohdan so'rab qolaman. 100 yoshlarni qarshilang. Xudoga katta bir o'yin o'ynab berib ketadi. Uka, Gulpashsha, tabriklayman. Yüzlerge çıkıp juravergaysiz, eldimizde hamisha sog' bo'lgaysizlar.
Hem şu 100 yıllık yubileylerimizde inşallah oturmak nasip etkey. Aktık, çağılık suyup hemmişe sağ salamat bulup jirevergeysizler. Hemmemiz boğayımız yüzge çıkanın adam. Maqsid Gulpaşa, şu tuğan günlerin 60 yıllık yubileyin bilen tebrikliymen. Xudayım bizlerden eldimizde arka tavuğumuz bulup sağ bulup jirevergeysen. Boğanım? Boğanım bir koşuk şiir ayt bilinme. Maqsadga tabrikliyman. 60'ga, 70'ga, 80, 90, 100'ga chiqqaysiz. Chechem bilan qo'sha qartayib, bala ağallardan qiziqlarini ko'rib, aqtiq, chog'liq, 100 yoshlarda shu tabriklab turganmiz deb turgansizda. Maqsadga, Xudoyim shu 60 yoshingiz qutlu bo'lsin, Xudoyim. Shu eldimizda sog' bo'ling, chechem bilan teng qartayishib, shu hammamizni qiziqlarni ko'rib yurgaysiz. Xudoyim yuzlarga chiqqaningizda ham shu yerda o'tiraverik. Akajonim, Chichajonim tabrikliyman. Xudoyim baxtimizga sog' bo'lg'aysiz. Yaxshi ko'raman. Baxtli bo'ling Xudoyim. Qo'sha qaring. Sog' bo'ling eldimizda. Aka Chicha yana bir marta yubiley to'ylaringiz bilan tabriklayman. Hamisha eldimizda ukamlarning eldida sog' bo'lib, salomat bo'lib yuraveringlar, qo'sha qaring. Aka Chicha, bugungi 60 yillik yubileylariniz qutlu bo'lsin. Xudoyim ham ukamlarning bizlarning eldimizda sevgan tavuğumuz bo'lib, sog' salomat o'ynab kulib yuravergaysiz. Hammamiz yaxshi ko'ramiz sizni. Bitta rasmga olib qo'yasizlar mana qarindoshlar bilan. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling qarindoshlar, jigarlarni, hammalarini yaxshi kunlarga yetkazsin, to'ylarda, tantanalarda birga bo'lish nasib qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' va salomat bo'lsin. Mana Murat aka o'tirib olsangiz ham bo'laveradi. Qarang, bitta rasmga olib qo'yamiz. Chiroyli qilib qarindoshli. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun Maqsadbay kuyov bolamiz Gulpaşa singlimizning uyida katta to'y tantana bo'layotgan ekan. 60 yoshlaringiz qutlug' bo'lsin. Uvali juvali bo'lib, shunday umrdan yana ikkitasini tilayman. Qutlug' bo'lsin bugungi 60 yoshingiz. Yanada ham buyuk qirlar oshingiz, yoningizda o'g'il qizlar o'stirib, Maqsudjon bilan Gulpaşa singlim bir umrga baxtli davron suringiz. Istagim shul o'chmasin yongan chirog'ing. Yulduzday nur sochsin chashmang qarog'ing. Magar chinor bo'lsang, chinorda yasha. Bebaxt uzilmasin biror yaprog'ing. Ilohim, mana 60 yoshga chiqqan ekansizlar, 70 ga yeting. 80 dan sakrang, 90 bilan to'qnashing, 100 bilan yuzlashib sog' salomat bo'lib yuravergaysizlar. To'lbay Bojang nomidan ham tabriklayman. Assalomu alaykum, hurmatli kecha qatnashchilari. Mana bugun Maqsadbay bilan Gulpaşaning 60 yillik yubileyinde o'tirar ekanmiz. Bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilayman. O'tiring yarashib taxtga, erishdingiz eng buyuk baxtga. Ko'z tegmasin sizga ilohim, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Nurli yuzlaringiz g'amlik ko'rmasin, kulgan ko'zlaringiz namlik ko'rmasin, pok qalbingiz kamlik ko'rmasin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Endi sen bo'ldingiz qirchillama she'r, bosgan izing gullab yotgan yer. Bog'da gulayapman quvonch bilan der, tug'ishganlaring quvonch bilan der. Alloh shu Maqsadbay bilan Gulpaşaning baxtim butun ber der. Ceza ayappa bugungi yubileylariniz qutlu bo'lsin. Xudoyim yuzlarga chiqib, shutib, teng qatnashib, aqtiqlaringizning rohatini ko'rib yuravering. Bajaka salomlaykum. Yaxshimisiz? Qutlu bo'lsin bugungi 60 yoshingiz. Xudoyim shu yana shundan bir kun ko'rgis. Shunda men tabriklab kelganman-da.
kutlu olsun mineki hamma yaş günlerge, kuvans günlerge yetirsen. Yani bayağı yeslep koydum bize 97 yıllara Karacabey rayonunda şiddetim şuna Mediyar'da 60'a çıkıp yine jubiley vermedi. Bir zamanda yine ondan yine 30 yıl ötüptü da. Kutlu olsun tapkan tukan yaş günge kuvançka bersin. Kudayım şu ballarını kızıklarını görevergeysiz. Ben yakında ben kichkine kaynamalarını bilendirip yaş günde hizmet kılıp nasip kılsın. Dinağın dergez fakat yaş günge kuvançka bersin. Yerimizde toy olsun, ağayın tuşklar hem sağ olsun, amalda kadar. Assalamu alaikum. Maqsud aka, Gulpaşa apa, yubileylarınız kutlu olsun. Xudoyim 100 yoshlarga chiqqaysiz. Dunyodagi hamma yaxshi tilaklarini tilayman. Maqsud aka, she'rni Qadambayning to'yida aytib beraman. Ayapa yezde tebriklaymiz yubileylaringiz bilan. Aqtiqlaringizning kelinlar to'ylarida ham shunday qilib ikkalangiz turmoq nasib etsin. Aqtiq kelinlar dag'anda ham shu yetib turg'aysiz Xudoyim. Tebriklayman yana bir bor yubileylaringiz bilan. Başaka tebriklaymiz. Yüzge kirgandan ham shitib o'tirmoq nasib etsin. Bizni to'yga ulashsin, ammo shitib o'tirmoq nasib etsin. Tebriklayman. 100 yoshga kirib turing. Ko'p to'ylar ko'ring. Maqsud aka, Gulpaşa apa, 60 yillik yubileylaringiz qutlu bo'lsin. Allohim bu yoshlardan yana birini ko'ring. Qadambayning ham to'ylarida shunday deb o'tirish nasib etsin. Xudoyim hammani shunday 60 yillik yubileylarga yetkazsin. Aqtiq chovliqlaringizning ham to'ylarida bosh bo'lib yurish nasib etsin. Baxt tilayman. Rahmat. Maqsadga o'rtaga bitta rasmga olib qo'yasiz. Qani foto studiya tezroq. Keyin mana chiroyli tortlar hozirlangan tavallud ayyomlarga mana shu marosimlarni ham o'tkazib olamiz. O'yin davrasida keyin navbatni beramiz. Hamma qarindoshlari mana yaxshi kunlarga farzandlarini, nabiralarini to'ylarga yetkazsin. Tilaklar ijobat bo'lsin, umrlari, tanijonlari sog' va salomat bo'lsin. Tabriklaymiz, qarsak chalib qo'ying, qarsaklarni chalib. Zo'r. Muborak bo'lsin. Yuz bilan yuzlashib bering. Umringiz uzoq bo'lsin. Maqsadga ketib qolmang, maqsadga ketib qolmang, shu yerda turing, shoshilmang, ketib qolmang. Hozir Gulpaşa opam tortni uzatib berasiz o'zingiz qo'lingiz bilan. Ana. Qadamay o'zing o'rgatib turasan. Sen ham tayyorlanib olasan bahonada. Barcha qavm qarindoshlarni biz o'yin davramizga taklif. Qaydag'i muhabbat, netgan muhabbat. Biz baqirdi tashlab ketgan muhabbat. So'l qizlar armon etgan muhabbat. Nishiga jimjit olmay ketgan muhabbat. Nöksün imanlar çumalarga. Canım bir kunlarım, kunday sağın varım. Senden xabarim yo'q qo'y, salam menden salam. Meni sen aldama, baram desin baram. Suydim seni kunlarim. Ey canım deb kunlarim, kunday sağın varım. Senden xabarim yo'q qo'y, salam menden salam. Meni sen aldama, baram desin baram. Suydim seni kunlarim. Avulunga barib kunday qaytaman. Tabamadım nega seni jo'ytaman. Endi sağan qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Hey, avulunga barib kunday qaytaman. Tabamadım nega seni jo'ytaman. Endi sağan qanday qo'shiq aytaman, aytaman.
Endi sağan qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Hey, avulingga borib kunda qaytaman. Tabamadim nega seni joydaman. Endi sağan qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Avulingga borib kunda qaytaman. Tabamadim nega seni joydaman. Endi sağan qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Hey, avulingga borib kunda qaytaman. Tabamadim nega seni joydaman. Endi sağan qanday qo'shiq aytaman, aytaman. Nöksün imanlar çıkmalarken. Nigar ayfamız için. Kızılır tükülgendey, kara şaşım örülgendey, senin nurlu didarından günüm gözü görülgendey. Kızılır boynumdan kıçadı, yanımda ayday nurlanıp, yürekке mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynumdan kıçadı. Yanımda ayday nurlanıp, yürekке mihrin saçadı. Dil kupara, paraladı dilini yara, yara. Gülli kara, yazadı mı meni şara, şara. Dili para, paraladı dilini yara, yara. Gülli kara, yazadı mı meni şara, şara. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynumdan kıçadı. Yanımda ayday nurlanıp, yürekке mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynumdan kıçadı. Yanımda ayday nurlanıp, yürekке mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynumdan kıçadı. Yanımda ayday nurlanıp, yürekке mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynumdan kıçadı. Yanımda ayday nurlanıp, yürekке mihrin saçadı. Aşığı köp ekan bir necha qoshi qora, ko'zlari qora. Qalbimni ochdim mana qara, yoningda turibman mana. Bunchalar go'zal sana. G'ayradan badan, oroni jonim sen meni. G'ayradan badan, shirin zabonim sen meni. G'ayradan badan, oroni jonim sen meni.
otangizni nomi baland. Go'zallikda oyning qizi, sho'xliklarda toyning qizi, bo'lar ekan kuydirmajon saroy degan joyning qizi. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yonimda qolding, yig'lama. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yoningda o'zim bo'laman. Yig'lama muhabbat, yig'lama, yonimda qolding, yig'lama. Akalarimiz uchun bo'ladi. Nukusli mallar uchun. Qaravullab tunga gezganim aşığıma qo'zig'imsan nega siz benim kecha kunduz seni o'ylab seni sevdim ushinizga qaravullab tunga gezganim aşığıma qo'zig'imsan nega siz benim qaralab seni izlab yurdim men seni sharalab gittin tashlab sen meni aralab yilda aralab avub yedim men seni qaralab seni sharalab izlab yurdim men seni sharalab gittin tashlab sen meni aralab yilda aralab avub yedim men seni. Sevirdim, ko'lim to'lmadı, izgirimde yürüverim, kalanımdan tozladı, kırarsin yetimini, tek şorum başvurladı. Hani sensiz sevirdim, ko'lim to'lmadı, izgirimde yürüverim, kalanımdan tozladı, kırarsin yetimini, tek şorum başvurladı. Aralab, seni şaralab, izlep yürüdüm ben seni, şaralab, gittin taslab sen meni, aralab, yedi aralab, avub yedim ben seni, aralab, seni şaralab, izlep yürüdüm ben seni, şaralab, gittin taslab sen meni, aralab, yedi aralab, avub yedim ben seni. Aralab, seni şaralab, izlep yürüdüm ben seni, şaralab, gittin taslab sen meni, aralab, yedi aralab, avub yedim ben seni, aralab, seni şaralab, izlep yürüdüm ben seni, şaralab, gittin taslab sen meni, aralab, yedi aralab, avub yedim ben seni. Akalarimiz uchun bo'ladi. Yoshligimdan birga o'sgan do'stlarim, sizlar bilan bilinmas jo'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar. Hey, menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar. Davralarning fayzi sizsiz bo'lmadi, sizlarsiz hech ko'nglim mening to'lmadi. Qalbim yoshliklarda o'ynab to'ymadi, shu damlarni ko'nglim qo'msab qo'ymadi. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar. Menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar. Hey, menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat azizlar. Birga quvonishlarini baham ko'rish nasib qilsin. Tashqarida qo'shni akalarga ham xabar berib qo'yadilar. Uzoqdagi qarindoshdan yaqinda qo'shnilar afzal degan mana shu chiroyli go'zal tantanalarda xonadon egalariga tilaylar. Marhamat. Assalomu alaykum. Mezbonlar va mehmonlar. Mana bugun qo'shnimiz Maqsudning 60 yillik yubileyi bo'lar ekan. Yelga dasturxon yozib, yelni yig'ib yubiley berib o'tir ekan. Yubiley yoshlari muborak bo'lsin Gulpashsha. Xudoyim 100 yoshlarga yetganda ham shunday jam bo'lib, og'aylar bilan, qo'shnijonlar bilan shunday quvonishib o'tirish nasib etgay. Qadamboyni ham uylantirib, to'ylarda o'tirik. Shu kunlarga hammani yetkazsin Xudoyim. Sog' bo'linglar. Maqsud Gulpashsha 60 yoshingiz qutlu bo'lsin. Xudoyim Xudoning bergan yoshini yashab 100 ga kiravering. Shu aqtiq, chavulli, quvliq ham ko'rib 100 yeyveringlar. O'sha qarin. Gulpashsha Maqsud 60 yillik yubileylaringiz bilan tabriklayman. Ulug' qizingizning rohatini ko'rib, sog' salomat yuravering. Keyini Qadamboyning to'yi bo'lib ketsin. Akam bilan shu 100 yoshga kirib juravering. Yubileylaringiz qutlu bo'lsin. Sog' bo'ling. Mağlanımda kırpam, bunu Gulpashsha apa şu Maqsadkamning ten qartashi, penida turgandek qilib, menida deb ennitganni qilib, ten qartashi berurgaysiz. Shu ko'chaning immen degan menida tezmit turg'as. Maqsadga chicha tabriklayman tug'ilganlaringiz bilan. Xudoyim shu Xudoyim yerini yashashin. Xudoyim shu bolachaqangizda omon bo'ling. Shu hammaga shunday to'ylar nasib etsin. Hammaning qarindoshi shunday narsalar bo'lsin. Shu Xudoyim shu hamisha elimizda sog' juringlar Maqsadga. Maqsud aka, Gulpashsha apa, hamisha oltin boshingiz omon bo'lsin. Farzandlaringizning jamiki hamma sizga kerakli bo'lgan insonlarning baxtiga sog'ib yurgaysiz. Eng qadrli, aziz insonlar bo'lib yurgaysiz Xudoyim. Uzoq umr tilayman. Maqsud aka, Gulpashsha apa, tabriklayman, yubileylaringiz qutlu bo'lsin. Ukamlarning oldida sog' bo'lg'aysiz Xudoyim. Aqtiq suyib, chavliq suyib o'tirmoq nasib etsin. Maqsud aka, Gulpashsha apa, shu 60 yillik yubileylaringiz qutlu bo'lsin. Xudoyim 70, 80, 90, 100 yoshlik yubileylaringizda ham hammamiz shunday qilib o'tirish nasib etsin. Xudo xolasa shu qizubatga keyindan Qadamboydan uylantirib berik. Rahmat, sog' bo'ling, qo'shnilar. Davramizni to'ldirasizlar. Bo'ldi. Davramizni to'ldirasizlar. Maqsud akamizning qarindoshlari, keling. Maqsud aka. O Maqsud aka.
Maqsud aka, jen qutlu olsun. Layim yüzlerden aşıp yürügenizde hem tebriklep yürümek nasip etsin. Arkadaşlar, Kadam Bayram toyundan şu yoşup yürügeysiz. Uzak yaşayın. Xudanın bergen yaşını. Rahmat dayı, rahmat. Nezmilli etip yaşayın. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli kechasi. Mana bugun Mastakamning 60 yil yubileyi. Ha, rasmni qarang. O, tuttu. Qo'l ko'rsinda. Qo'lda kiriyorsan-da. Haqiqatan u dangal gap, men yashayman. Kulyapti. Tap yanım, kulib, yanım. Chimchasida, izida hech. Qanday kulyapti. Mastaga hamma vaqtman shutib kulib yurim. Kechaman teng qartashib, shu bolalarning ahtiqlarining elimda sog' bo'lib, hamisha kulib yurish nasib etsin. Men faxrlanaman. Endi yani bacalan atından teylep koyman. Ha videoda yeten koygan vaqtda xafa olmasın da. O bacalan atından ham teylep koyaman. Endi ular ne muammosi her türlü yüzdesi var. Şu hamisha baxtim olsa Artık kulgandim yaxshi ko'raman da. Hamisha kulib yuring. Bir dena kulib yuring. Bizning nima bor? Muhabbat. Mastaga sizga bir savolda. Qani hamma ey. Tishina studio. Tixo. Mana yeni qachadan to'g'risizmi? Yeni ko'ylak, bir tur ko'ylakdi. Nima? Bir tur ko'ylak. O'zingiz zakaz etsizmi yo? Ular o'zlari zakaz etdimi? Neden? Neden? Bu diyeceğim ha. Assalomu alaykum. Totiring. Ha. Mana bir tur ko'ylak, chumchuq ko'ylak neden topildi deyapman men. Qachadan topildi? Zakaz. Ha, zakaz. Ha. Shunday hamma qarang, ey, hamma. Hamma. Her kimning 60 yillik menga Xudoga Altakamning ham 60 yilligida shunday zakazli ko'ylak tiktirish hammamizga nasib etsin. Siz başımızda, siz başımızda. Sağ olasiz. Xudoyim hamma ag'ayn tugan jami-jam qanday yaxshi kunlarda og'zi birchilikda jizalashtirmak nasib etgay. Hammangizning 60, 80, 90 bilan to'qnashib 100 bilan yuzlashganingizni ko'raveraylik. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ailangizga og'zi birchilik tilayman. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Akalarim, ukalarim, singillarim, jigarlarim hammangiz yaxshi bo'lib jetalashib turmak nasib etgay hammamizga. Zakotni qarazim nazisi. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana tilaylar ijobat bo'lsa. Endi mana hamma qarindoshlarga Gulboshshaba keling o'zingiz. Bugun mana bu yubileyimiz yakunlandi degani emas, hozir mana shu tetik paytida chiroyli paytda Maqsakamiz o'zlarini ham ikki og'iz tilaklarini qarindoshlarga, eng avvalo mana opalarga yo'llab oladi. Keyin katta o'yin davrasi bo'ladi. Maqsaka tabriklaymiz. Bugun mana sizni chiroyli tantanangizni yaqinlaringiz, farzandlaringiz niyat qilib, mana shunday go'zal dargohlarda berishni orzu qilib, bugun orzular ushalib, quvonchingizga chin dildan sherikmiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' va salomat bo'lsin. Yaxshi kunlarda har doim yaxshilar yoningizda bo'lsin. Ravshanbekka ham Ikrom aka xabar berib qo'ysangiz bo'ladi. Bugungi chiroyli tantanalar bilan tabriklaymiz. Sizni tabriklab kelgan opa singil aka-ukalarga, qarindoshlarga, qo'ni qo'shnilarga tilaklarni yo'llaysiz. Gulbosh opamizni sizga aytadigan zo'r tilaklari bor, tabriklari bor. Uni ham eshitamiz. Bugungi tantana muborak bo'lsin. Azizlar, yaxshi erkakning yonida yosh bo'lib kulib yurish uchun yaxshi ayol kerak. Mana shunday insonni biri Gulbosh ona o'zingiz. Ilohim, nevaralarni ham to'ylarda, kelin to'ylarda bosh bo'ling. Bugun duolar ijobat bo'lib, Qadamboyni kelin to'ylarida birga xizmat qilish hamma qarindoshlariga, yaqinlarga nasib qilsin. Uzoq umr tilaymiz. Sog'lik, salomatlik tilaymiz.
Maqsad akamizga tilaklarni eng zo'rini siz yo'llab oling, marhamat. Mana to'lgan kunimiz bilan 60 yoshimiz bilan tabriklayman. Xudoyim eldimizda hamisha sog' salomat bo'lib og'ayn tuğanımızdan, balalarımızdan qiziqlarini ko'rib yurmak nasib etgay. Mana shu bugun tabriklab kelgan mehmonlarni eng yaqin bizlar uchun eng yaqin bo'lgan insonlarning hammasiga rahmat aytaman. Mana Ahmad, Xudoyim mana sazandalaringga, avvalambor o'zingga rahmat. Mana to'yxona xodimlarına hammalaringizga rahmat. Qilgan xizmatlaringiz Allohdan qaytsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudoyim to'ydan başımız chiqmasin. Qarsaylar bo'lib qo'ysin. Qani Sayra opa, bir qarsak chalib qo'ying o'zingiz. Ha, bo'ldi. Siz keling, bu yoqqa keling. Nigara opa, bu yoqqa keling. Menda turmaydi hozir. Maqsadga baqiradi bo'lmasa. Ha. Ana. Ey yashang. Sog' bo'ling, tabriklayman. Sizlarni ham yetkisinda 60-70 yoshlarga, 100 yoshlarga yetkisin. Sog' bo'ling. Tabriklar keyin bo'ladi. Maqsad ham o'zi ham bir tilak tilab olsin. Ey yashang. Bo'ldi. Sayra opa, ko'rdingizmi? Hamma sizga qarab turibdi ekan. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Men tilayman dunyoda mavjud baxtli kunlar sizga bo'lsin yor. Kelajakda umr yo'lingiz yana ko'rsin mana shunday 100 minglab bahor. Tilagim oy balqi peshonangizdan, yaxshilik ketmasin ostonangizdan. Kimni do'st bilib siz, oshno bilib siz, yashasin dilxonangizdan. Otalar duosiga nasib aylasin, onalar rizosiga nasib aylasin, farzand muhabbati yor mehriga, ular vafosiga nasib aylasin. Ilohim tegmasin yomonlar ko'zi, aslo tugamasin Alloh bergan rizq ro'zi, el aro nasibangiz ziyoda bo'lsin. Sizni oilangizni aziz qilsin dunyoda Allohning o'zi. Har doim topganingizga Alloh baraka berib, mana shunday chiroyli kunlarda birga bo'lish qarindoshlarga nasib qilsin. Bugungi go'zal tantana shaxsiy bayram, haqiqatan ham bugun tavallud kuningiz. Har yili mana shunday qilib nishonlash nasib qilsin. Bir qarsak chalib qo'ying endi. Ana. Rahmat. Mana hurmatli mana shu bugun shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlarning hammasine rahmat aytaman. Qutlab kelganlarga. Xudoyim shu yaxshi kunlarda bizlar ham shunday borib tabriklamak nasib etsin. Avvalambor shuni bolalarim, qizlarim, opalarim, şu ağaylar, ukalarim barına rahmat. Men shunday kunda bir shu yerda bir o'tkazib beramiz deb boshlab berdilar. Rahmat bularga, bolalarima, qizlarima. Doim sog' bo'lsin. Oldimizda o'ni o'ssin. Hammaga katta rahmat. Opajonlarim, sizlarga katta rahmat. Bu o'limini davrani to'ldirib turibdi. Gaz qatarı bo'lib ko'z tegmasin. Rahmat bizga, jiyanlarim, singillarim, opasi. Shu yerda boshlab berib netib, hammaning bir yaxshi ko'ngilni topib, so'z berib turgan Ahmadjonga, qolaversa mana artistlarga barina rahmat. Qo'ng'ishlar, rahmat. Oy, barina xizmatlarini yaxshi kunlarida qaytarib. Köyvallar emas, ukamlar deb aytdim og'ir. Köyvallar al yaxshi. Ukamlar deyman sizlarga. Baringizga rahmat. Rahmat. Shunday kunda o'tirmak nasib etaversin. Qarsaylar bo'lsin. Bo'ldi. Endi hozir mana shu yerda Dayı şu bugungi 60 yoshlik yubiley bilan tabriklayman. Chicha tabriklaymiz. Ten qartayishing, balansni ratdan ko'ring. Doim 70, 80, 90, 100 ga chiqqaningizda ham qarshingizda birgalikka Halavatcha bari hammamiz birga turgaymiz. Dayıcanım, tağacanım, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Chicham bilan birga teng qartayishib, ukamlarning baxtına sog' salomat bo'ling. Har doim shu ayopam aytgandek, yaxshi kunlaringizda, 100 ga chiqqanlaringizda ham shunday xalalarim bilan, akalarim, ukalarim bilan birga o'tirish nasib qilsin. Doim baxtli bo'ling.
Xudoy chicha tabriklayman tug'an kunlaringiz bilan. Xudoyim yuzga chiqqanlaringizdan tabriklab o'tirish nasib etsin. Oldimizda hamma vaqt sog' salomat yuringlar. Hammangizni tug'an kun bilan tabriklayman. Rahmat. Maqsud aka, tug'an kunlaringizni tabriklayman. Chicha uzoq yosh, uzoq umr bergan bo'lsin. Shu 100 yoshlarga kirib juravering. Mo'minning otman addinli tabriklaymiz Maqsud aka. Tabriklayman. Yuzga kiring. Rahmat. Qani Feruza Jumanaz ba ke. Chetda o'tiribsan yana, xafa o'tirma. Chicha. Maqsudday tabriklayman. Doim 100 yoshga kirganingizdan maqsadni ko'taramiz. Maqsud aka, tabriklayman. 60 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Chicham bilan shu teng qatnashib, ukamlarning oldida sog' bo'lish, aypamlarning oldida sog' bo'lib, uzoq umr ko'rgaysiz, baxtli davlatli bo'lgaysiz. Rahmat. Endi o'ynaymiz. Tilaklarni eshitdik. Hamma qarindoshlari doiraga taklif qilamiz. Marhamat. Ana shu yerda farzandlar uchun Mo'minjon uchun. Dedeler öz balasiga yo'l ko'rsatib turarkan, duolarin olib yuring. Bir kun armon bo'larkan, dedeler o'z bolasiga yo'l ko'rsatib turarkan, duolarin olib yuring. Bir kun armon bo'larkan, dede siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dede. Hayotda men ishongan odamimsiz, odamimsiz dede. Yolg'izim dede, dede. Siz meni qanotimsiz, qanotimsiz, qanotimsiz dede. Men sizdek bo'lgim kelar, sizga o'xshab yurgim kelar dede. G'amxo'rim dede. Xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jayhun to'yxonasiga rahmat. Grand Cinema Video Studiosiga tashakkur. Zohidjon Muromet ijodiy jamoasi bilan xizmat qildi. To'ylarda ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.